Aslida shukronada yashashni o'zi insonni eng katta baxti bo'lar ekan. Shunchaki shukur qilib, boriga, yo'g'iga yoki bo'lmasam shu bergan juft haloliga, bizani himoya qilishiga, bizani avaylab asrashiga, yonimizda bo'lib, hammadan himoya qilib, hammadan asrab, yonimizda qo'rg'on bo'lishi. Bu hammasi Allohga ayollarga bergan marhamati bo'lar ekan. Aynan ayollarni ojiza qilib, erkaklarni kuchli qilib yaratgani bu eng go'zal tuyg'u ekan. Chunki har bir inson o'z jufti bilan urushsa yoki nimadir qilsa, qalb bir-biridan xafa bo'lib, xiyonatlarda bir-biridan uzoqlashib boraveradi. O'shaning uchun boshqalarga yoki bo'lmasam boshqa narsalarga erkaklar muhim emas deyotganlar afsus adashishadi. Chunki hayotimizdagi eng yaxshi va yomon kunlarni birga o'tkazib, birga yashab, birga yurib, ko'chalarda misol uchun qolib ketgan vaqtimda o'zlari menga yedirib, mana shu aynan shukronamiz borligiga, shu insonni hayotimizda borligiga shukur qilishni o'rganishimizni o'zidayoq Alloh u insonga insof, diyonat, erkaklikni haqiqiy fitratini berib qo'yar ekan. Agar biza nolisak yoki bo'lmasa Allohga taqdirimizda xato qilganiga ishonib, Alloh xato qilgan, men baxtli bo'lishim kerak edi deb o'zimizni boshqalar bilan solishtirsak, Alloh bizadan xafa bo'ladi. Nimaga? Chunki bandam, men senga har doim yaxshisini ravo ko'raman-ku. Eng yaxshi ko'rgan paytlaringda meni eslab, nimaga qayg'uli paytlaringda meni qoralaysan? Axir men seni dunyoda yagona qilib yaratdim-ku, desa, misol uchun biz nima deymiz ertaga? Hech nima deya olmaymiz. Meni ko'nglim og'ridi desa, nimaga menga kelmading desa, nimaga meni davolagin, nuringni yuborgin menga demading menga bandam desa, nima deymiz? O'shaning uchun ham bilmadim, bor vujudinglar bilan shukur qilishga, shu juftinglarni haqiqatdan ham Alloh nuri o'zgartira olishiga ishonsanglar, o'sha kunni o'zidayoq o'z-o'zidan yo'linglar ochilib ketadi. O'z-o'zidan baxtinglar yana boshqatdan boshlanadi. Chunki erkak muhim o'rinda emas deyotgan ayollar, ular o'z fitratini ham, o'zligini ham, ayollik nafosatini ham unutib bo'lgan. Ular shunchaki man degan shaytoniy egoga ergashib ketishgan. Nimagaki shayton ham insonlarni yaratganda men undan ustunman degandi. Keyin jannatdan quvildi. Ya'ni insonlar ham men bilaman, men qila olaman, men ayolman, men ustunman erkakdan dedimi? Erkakni shunaqangi kuchli, qo'pol yoki bo'lmasa har xil yomon fazilatlar bilan ko'rsatadi. Erkak mana shunaqa fitratli bo'ladi. Seni ichingda nafosat bor. Erkakga teng kelmagin. Aynan shunaqa xulqlarini seni himoyalash uchun, seni bu dunyoda rohatda yashashing uchun ko'zingdan tomchi yosh oqqanda shu erkak senga haqiqiy mehrimni his qildirish uchun yaralgan deydi-da, misol uchun. Biz bunaqa gaplarni eshitganimizdan keyin unga atvet qilishga hattoki ojiz bo'lib qolamiz. Nimagaki biza o'sha shaytonga o'xshab, men eplayman, men bolamni boqa olaman, men bolamaniki. Biza bu dunyoda faqat Allohnimiz, qoshlarimiz, kipriklarimiz, tanamiz, sochimiz, ovozimiz, tishlarimiz, yuzimiz, terimiz, hamma narsamiz Allohniki. O'sha biza tug'gan farzand ham aslida u Allohniki. Misol uchun biza bu dunyoda hech narsasizmiz. Nima so'rasak, nima ekini xohlasak, bizaga Alloh yetkazadi uni. Rizq Allohdan deb bekorga aytilmaydi. Chunki Alloh rizq bermasa, biz uni yeya olmaymiz, chaynab yuta olmaymiz, ta'mini his qila olmaymiz. U narsalarni bergan ham bizaga Alloh bo'ladi. Shunchaki uni himoya qilib, uni yuragimizda asrab, uni har bir musiqadan, shamol esishidan, hamma borligidan his qila olsak, bu dunyoda yashash umuman qiyin emas. Alloh har kuni yashatadi. Uyg'otdimi, demak rizqinglarni beradi. Rizqinglarni yaxshi yomonligiga ishonch bu qachonki
Menga Alloh yaxshisini bermaydi desanglar, demak menga bandam ishonmaydi. Mayli, xohlaganini olsin. Mayli shu erkak uradi deb o'ylayaptimi, menga duo qilish o'rniga, menga ishonib, meni yaratuvchiligimga ishonib, shunga insof bergin. Menga mehrlikni shu insondan ko'rsatgin deyish o'rniga, shunchaki men yaratgan bir go'zal xilqatni, o'sha erkakni yomonlayaptimi, mayli shunga yomon tomoni ko'rinsin deb bekorga erkaklar yomon bo'lib qolmaydi. Nafsi buzuq, unaqa erkak, bunaqa erkak erkaklarga la'nat deganlarga shunaqa erkaklar uchraydi. Shunaqa gaplar. Hayotda faqat ikkita jins bir-biriga shunaqa qo'polliklar qilib, bir-birini yomonlab, kamsitib yashasa, bu aslida Alloh yaratgan san'atni, Alloh yaratgan fitratni mensimagan hisoblanadi. Chunki hamma narsani bu dunyoda Alloh yaratgan. Hamma yaxshi va yomon, hammasi o'z o'rnida, o'z kerak paytida bu hayotda mavjud. Mavjudlikki o'zi bu Allohdir. Alloh bo'lmaganda biz mavjud bo'lmasdik. O'shaning uchun ham bir-birimizga mehribon bo'lib, bir-birimizni avaylab, insoniyat hozir shunchalik dunyoga xuddi o'lmaydigandek, xuddi mol dunyolar insondan azizdek yashayaptiki, hech qaysi inson, "Ey, to'xta, men sendan mehr kutyapman. Iltimos meni aldama emas, sen iflos meni aldading. Alloh jazoingni bersin, do'zax bo'lsin, unaqa bo'lsin, bunaqa bo'lsin" deyishi bilamiz. Lekin mayli Allohim qalbiga nur bergin. Meni qalbimni og'rig'ini his qildirganda, unga ham odil hukm chiqargin. Demaymiz. Rizqim saniki-yu, sen har qanaqa insondan meni rizqimni qaytarib bera olasan-ku, demaymiz biz. Biz nabarat yomonlik qilishga yoki juftliklarni bir-biridan ajratishga, mana shunaqa narsalarga, xotinlikni kimdir tan olsagina xotinlik deb o'ylashadi. Aslida o'sha ikkita juftlik bir-birini qanchalik yaxshi ko'rib, qanchalik bir-birida iymon e'tiqodni ko'rganiga hech kim ishi bo'lmaydi. Faqat meni bolam, meni qizim, meni boyligim, meni dunyoyim, meniki. Yo'q, kechirasizlar. Hamma inson Allohga, hamma bor narsalar bu Allohga. Sizlar nima qilgan taqdiringlarda ham, nima qo'ygan taqdiringlarda ham Alloh yozgan taqdirni, Alloh yozib yurg'izib, yashatib o'tkazgan manzillarni, vaqtlarni hech qanaqasiga o'zgartira olmaysizlar. Agar uni qabul qilsanglar, eng go'zalligini tushunib yetasizlar. Men Turkiya ko'chalarida och qolganimda, peshkom yurganimda hamma narsani his qilishni o'rgandim. Hamma narsani bor vujudim bilan anglashni, hamma narsada hikmat borligini, bu dunyoda faqat kiyinish, yeb ichish yoki katta pul topish emas, shunchaki tiriklikni o'zi oliy marhamatli Allohdanligini his qildim. Balki bu kimlar uchundir kulgili tuyular, balki kimlar buni eshitmasam, lekin men xohlayman har bir insonni qalbiga yetib borishini, har bir inson ishlashdan, dunyo yig'ishdan, mol-mulk yig'ishdan to'xtab, ozgina bo'lsa ham atrofidagilarga, ularni yuziga, ularni ko'z nurini, unga qarab kulishini, insonlarni bir-biriga qarayotganligi, iliqligini his qilib ko'rishini, ozgina bo'lsa ham O'zbekistonimizning havosi tozalanishini, insof kirishini juda ham xohlayman. Chunki eng afzali bu insoniylikni asrab qolish, eng afzali bu inson bo'lib yashash. Kir qidirib, kim do'zaxi, kim jannatlik emas, aslida har kimni o'sha jannatda ko'rishni xohlay bilish eng oliy tuyg'u ekan. Chunki Alloh bizani do'zaxga kirishimiz uchun emas, jannatga kirishimiz uchun har kuni imkon berib uyg'otadi. Qilgan xatolarimizni to'g'rilashga undaydi. Xullas, faqat yaxshilikda, faqat muhabbatda, faqat eng oliy tuyg'ularda Allohni ko'ra bilish kerak ekan. Og'rig'ida ham, yengilligida ham bizga faqat hikmatni berar ekan, faqat baxtni, insonlarni ko'ra bilishi, qalbini tushunishi, og'riqlarini his qilib, uni qalbiga malham bo'lishi. Hamma menga yozayotganlarga, podдержка qilayotganlarga rahmat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Alloh uchun yaxshi ko'raman. Inshaalloh jannatlarda ko'rishaylik hammamiz birga.